Assalomu alaykum hurmatli gul savdolari. Mana gullarimiz keldi mana. Komilaxonlardan boshlayman mana. Kichkinagina oppoq komilaxonlarimizdan. Mana salkamasi bo'yinki mana 80 santimetrlik 100 ming so'mdan oq kamilalarimiz keldi. Buni kattasidan mana 3 ta qoldi. Mana kimga kerak bo'lsa opajonlarim ochmadim, turibdi. Bo'yi 1 metrlik. Mana shu 3 ta qog'ozdagi oq kamila. Opajonlar bularni ham 170 ming so'm qilib beraman. Mana 1,5 metrli mana kamilalarimizni mana 200 ming so'mligi bor. Mana 150 ming so'mligi bor. Hozir mana 150 minglikni ham yoqqa chiqarib ko'rsataman. Mana g'unchalari, gullari bilan mana chiroyli holatda 150 ming so'mdan bu kamilalarimiz. Xo'p, mana azaliga keldik. Mana azaliyamiz bir dona qoldi. Bugun yana yangi furamiz keladi inshaalloh. Mana 250 ming so'mlik mana shu azaliya. Kimga kerak bo'lsa aytaverasizlar. Kratonlarimiz ham keldi mana 150 ming so'mlik. Mana sikaslarimiz ham bor ana 150 ming so'mdan mana. Menga podpisasi bo'lgan opalarim juda ko'p. Beraveraman mana 200 ming so'mlik. Mana bakini sanab adashib ketaman ishonaveringlar. Keyin yangiliklar ham mana gulimiz kelgan mana Dracena degan gul mana. Go'zalligini ko'ryapsizlarmi? Mana qaranglar. Mehmonxonalarga ofislarga qo'yib qo'ysanglar, voy dod degizib boradigan. Galishli bolalar galishligini esib tashlaydigan gullardan bittasi mana. Bunisini 850 ming so'm qilib beraman mana Dracenani. Mana endi sekin ichkariga kiraman. Balalarim ham yayrayotib gullar ichida mana qaranglar, balalarim ham. Mana orxideya degan gullarimiz kelgan mana 100 ming so'mdan. Mana xilmaqdak mana bambularimiz bor. Stoshli mana dikin bahiyalarimiz. Mana sog'ga mana orxideyalarimiz ham bor mana. Bir-biridan chiroyli holatda keldi. Mana bemalol murojaat qilasizlar. Mana yangi lola sortidan keldi mana antiurumda. Mana yangilikka o'tyapmiz mana opajonlar mana ko'ringlar. Go'zalligini, guli 1 yil turadi mana 120 ming so'm. Mana ayol baxtini 1,5 metrligi eng kattasi. Chiroyli holatda 200 ming so'mligi mana shu mana. Mana Hamidariya palmasi bor mana kofilarimiz mana dunyoda birinchi o'rinda turadigan chiroyli gullarimizdan bittasi. Sansevieria. Kechasi kunduz fosfor chiqaradi, o'zidan hid chiqaradigan, uyda tozalaydigan gullardan bittasi. Kislorodga boy gullardan mana ayol baxti degan gullarimiz mana. Kinezlarimiz ham o'ta ko'p. Mana galateyalarimiz kelgan mana bir-biridan chiroyli holatda. Agronema gullarimiz. Mana qaranglar, mana. Искусственный sun'iy deb o'ylaysizlar, mana tabiiy gullarimizdan bittasi karateyalarimiz. 70 ming so'mdan mana shu gulimiz. Mana pahira degan gullarimiz. 100 mingdan qilib beryapsiz pahira degan. 100 mingga tushirib yuboribmiz mana shu gullarni. Ularni 80 mingga beraman men. Bular zamiyani mana yangi sorti kelibdi mana. Ko'rsariga 80 mingdan bu ham. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Nomerlarimiz 99lik 140 88 41. Ravshanbekda bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana yana bitta gullarimizdan noyobona. Agrodga ekib qo'ysanglar mana sovg'urmaydi, qishi bilan turaveradigan. Ajoyib gullarimizdan bittasi bansak. Chiroyli holatda keldi. Qip-qizil turadi bu. Bahorga chiqqandan keyin mana shu fosfor singari yonadi mana shu. Qip-qizil bo'lib bo'lacha tusga kirib tovlanadigan gullar. Qorong'ida ham bo'lacha tusda turadigan. Nihoyatda bundan bir dona qoldi. Narxi bo'lsa 400 ming so'm. Buni har faslari mana 110 dollardan qo'yib qo'ygan. 1,5 million bu 110 dollar degani 1,5 million atrofida turibdi bu. Bizda 400 ming so'mdan bir dona qoldi. Kimga kerak bo'lsa yozaverasizlar. 99lik 140 88 41 nomerimiz. Telegramlarimiz ishlayapti, YouTube'larimiz ishlayapti. Bemalol aytaverasizlar. Andijonda yangi bozor mana Dehqon bozorida mana do'konimiz. Birinchi do'kon. Patir bozordan kirishinglarda birinchi do'kon bizniki.